Assalomu alaykum, kanalimizning kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimizda olti chokli kiyimlarimizga qanday qilib andaza tayyorlashni o'rganamiz. Eng avval oldi zamokli yoki tugmali xalatlarimiz uchun yoki uzun ko'ylaklarimiz uchun qo'llashimiz mumkin bo'lgan andazani o'rganamiz. Umumiy uzunligimizni o'lchab oldik va yelka kengligimizni mana 20 sm qilib belgiladim. Oldi o'yintimizning kengligi 8 va yelkamizni qiyaligi 3 sm. Oldi o'yintining chuqurligini o'zingiz xohlagancha qilib o'lchab olishingiz mumkin. Mana yelkadan ko'krak uzunligini va bel uzunligini o'lchab belgi qo'yib olamiz. Diqqat qiling, mana shu joyda ko'krak markazlari oralig'imizni o'lchab 2 ga bo'lamiz. Odatda ko'krak markazlari oralig'i 18-20 sm bo'ladi. Bizda 18 sm 2 ga bo'lganimizda 9 chok haqi bilan 10 qilib oldim. Belda esa shunga nisbatan 1 sm kam 9 sm qilib o'lchab oldim. Endi yelkadan mana shu joyda 12 sm o'lchab olamiz. E'tibor bering, mana bu joy 20 sm, 12 sm o'lchagan joyimiz kengligi 19 sm. Chiziqlarimizni tutashtiramiz. 12 va 10 sm qilib belgilagan chiziqlarimizni yarim oy shaklida mana bunday qilib chizib qo'yamiz. Endi ko'ylagimizning etagini kengligini 25 sm kenglikda qildim. Istasangiz biroz kamroq yoki bunga nisbatan ko'proq qilishingiz mumkin. Mana bu joydan 3 sm o'lchaymiz. Belda ham 3 sm o'lchaymiz. Ko'krakda esa 1 sm o'lchab belga qo'yamiz. Chiziqlarimizni tutashtiramiz. Beldan keyin esa 13 sm o'lchab mana shu chizig'imizni ko'ylagimizni asos qismiga tutashtirib chizib qo'yamiz. Mana bu joyga ozgina 4-5 sm qo'shib olishimiz kerak. Bu tikkanimizda qiynalmasligimiz uchun zapaska. Endi e'tibor bering, ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lamiz va chiqqan raqamdan mana bu kenglikdan chok haqini ayirib tashlab chiqarib olamiz. Bizda 23 sm hosil bo'ldi. 23 dan 9 ni ayirib chok haqi berganimizda 14 sm kenglik hosil bo'ldi. Belimizda esa shu 14 ga nisbatan 1 sm kam 13 sm kenglik o'lchadik. Biodramizni kengligini esa ko'krak aylanamiz bilan teng qilib o'lchab olishimiz mumkin. Razmerlarimiz biroz kattaroq chiqsa, tikkandan keyin razmerga solganimizda oshiqchasini kesib tashlashimiz yoki keyinchalik kengaytirish mumkin bo'ladigan qilib zapaska sifatida asrab qolishimiz mumkin. Olti chokli ko'ylaklarda mana shu joyga chok tushiradigan qilib bichsangiz materialingiz anchagina ekonom bo'ladi yoki xalatlarda yonchasini mana shu joyga chok tushirishingiz va mana shu joyga cho'ntak o'rnashtirishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'taman, andazamiz 46 va 48 razmerdagi ayollarimiz uchun mo'ljallab bichilyapti. Mana andazamizni kesib oldik. Endi mana shu joydan etagini uzunligini necha santimetr qilishimizni o'lchab qo'yamiz. Qancha uzunlik kerak bo'lsa, ana shuncha uzunlikda etak qismini bichib olishimiz kerak. Buning uchun yuqoridagi yonchamizni mana shunday qilib materialimizga qo'yib olamiz. Etagini kengligini esa 26 sm kenglikda qilib o'lchab qo'yamiz. Endi mana bu yonchamizni mana shu joyini o'lchab o'rtasini belgilaymiz. To'g'ri chiziq tortib olamiz. Etak kengligimiz bir xilda kengayishligi uchun har ikkala tomonga chiziqdan keyin 13 sm dan o'lchab belgi qo'yamiz. Endi esa shu belgilarimiz bilan yonchamizni chekkasini birlashtirib chizib qo'yamiz. Mana ko'ylagimizning asos qismi va yonchamizning etak qismi tayyor bo'ldi. Mana shu chok tushgan joyiga cho'ntakni plankasini qo'yib, ichkari tomondan ko'rinmaydigan cho'ntak qilishingiz mumkin. Navbat andazamizning orqa tomonini bichishga yelka kengligimizni mana 20 sm kenglikda qilib o'lchadim. O'yindining kengligi 8 sm, chuqurligi 3 sm, yelkani ham 3 sm qilib qiyalatib chizib olamiz. Yelkadan belgacha uzunligimizni o'lchaymiz va kenglikka 10 sm o'lchab olamiz. Endi yelkamiz mana bu joydan 12 sm,
12 santimetr tushgan joyimiz yelka kenglikka nisbatan 1 santimetr kam 19 santimetr qilib belgilaymiz. Ya'ni mana shu joyda qo'ltiq o'yindimizga forma berayotgan hisoblanamiz. Endi shu nuqtamizni beldagi 10 santimetrli nuqtamiz bilan ozgina yarim oy shaklida tutashtirib chizib olamiz. Mana shu joyning kengligini oldi tarafda necha santimetr qilgan bo'lsangiz, xuddi o'shancha qilib belgilashingiz kerak bo'ladi. Endi mana bu joyda yelkadan 2 santimetr, belda 3 santimetr nuqta qo'yamiz va tutashtirib chizamiz. Bu chizig'imiz ham ozgina yarim oy shaklida bo'lishi kerak. Beldagi nuqtamizdan 13 santimetrni mana bunday qilib o'lchab, to'g'ri chiziq tortib olamiz, xuddi oldidagidek. Endi ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lib, mana bu joyning kengligini o'lchab, ayirib tashlaymiz. Ya'ni 23 santimetr, 23 dan shu joyni ayirganimizda 16 santimetr chok haqlari bilan chiqdi. Belgi qo'yamiz. Belimizda esa shunga nisbatan 1 santimetr kam 15 santimetr kenglikni o'lchab, belgi qo'yib olamiz. Beldagi nuqtamizdan 13 santimetr uzunlikda o'lchaymiz. Kengligini esa ko'krak aylanamiz bilan teng qilamiz, ya'ni 16 santimetr kenglikda. Yonchamizni mana bu joyini biroz balandroq qilib chizib olishimiz kerak. Bu zapaskamiz hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yonchamiz va orqa tarafimiz unchalik yarim oy bo'lmagan, ya'ni qiya bo'lmagan shaklda chiqdi. Bunday shakldagi bichimlarni kostyumlarga qo'llasangiz, paltolarga qo'llasangiz juda ham chiroyli chiqadi. Agar mana shu joyini ozgina yarim oy shaklida o'yib, biroz chuqurroq qilib o'yib, cho'ziluvchan materiallardan tikiladigan ko'ylaklarga qo'llasangiz, xalatlarga qo'llasangiz, juda ham chiroyli chiqadi. Sizga qaysi varianti chiroyli bo'lsa, qulay bo'lsa, o'sha variantni bichib bemalol tikishingiz mumkin. Mana andazamizni asos qismlarini bichib oldik. Andazamizning yonchasining etak qismi esa xuddi oldidagidek bir xil bichiladi. Mana tushuncha hosil bo'lish uchun qo'yib ko'rsatib berdim. Oldi chokli ko'ylaklarimizni mana shu yonchasini chok tushmaydigan variantini ham ko'rsatib berishga qaror qildim. Buning uchun ko'ylagimizni yon qismini etagini necha santimetr kenglikda qilmoqchi bo'lsangiz, materialdan o'shancha kenglikni o'lchab olishingiz kerak. Yon tarafimizni necha santimetr uzunlikda qilishimizni bilishimiz uchun mana bu asos qismimizdan yonchani uzunligini o'lchab olamiz va mana bu materialimizni o'rtasini belgilab chiqamiz va to'g'ri chiziq tortib olamiz. Chunki etak qismi bir xilda kengayishi kerak. Yonchamizni yuqori qismiga mana bu joyga 4-5 santimetr zapaska beramiz. Xuddi avvalgi yonchalarimizni bichganimizdagidek ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lib, ko'krak markazlari oralig'imizni ayirib tashlaymiz. Shunday qilganimizda bizda 16 santimetr hosil bo'ldi. O'rtaga qo'ygan belgimizdan har ikkala tomonga 8 santimetrdan belgi qo'yib chiqdim. Mana bu joydan 3 santimetr vitichka uchun o'lchab qo'yamiz. Endi belgacha uzunlikni o'lchab belgi qo'yib olamiz va bel aylanamizni 4 ga bo'lib, mana shu joydagi kenglikni ayirib tashlaymiz. Shunday qilib o'lchab, chok haqini berganimizda 14 santimetr hosil bo'ldi. Mana shu o'rtadagi chizig'imizdan har ikkala tomonga 7 santimetrdan o'lchab belgi qo'yib oldim. Xohlasangiz biroz kengroq qilib belgi qo'yishingiz mumkin. Keyinroq razmerga solganda oshiqcha joyini kesib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Endi beldan keyin to'g'ri etagimizning kengligiga qarab chiziq tortib olamiz va kesib chiqamiz.
Mana yonchamizni butun qilib bichib oldik. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu variantda bichganingizda materialingiz biroz ko'proq ishlatilinadi. Navbat xuddi mana shunday butun yonchamizni orqa tarafdagi bo'lagini bichib ko'rsatishga. Kengligini mana 26 sm kenglikda qilib o'lchab oldim va o'rtasini belgiladim. Orqada ham xuddi oldidagidek ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lib olamiz va mana shu joyning kengligini chok haqlaridan tashqari ayirib tashlaymiz. Ya'ni ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lsak 23, mana bu joyning kengligi 12 sm, 2 sm chok haqini chiqarib tashlaymiz va 10 sm ni 23 dan ayirib olamiz. Demak 13 sm hosil bo'ldi. 13 ni har ikkala tomoniga chok haq bilan 16 sm ko'krak kengligini o'lchab oldim. Mana har ikkala tomonga chiziqdan 8 sm dan o'lchandi. Yonchamizni bel aylanasining kengligini topish uchun bel aylanamizni 4 ga bo'lamiz va mana bu kenglikni ayirib tashlaymiz. Shunday qilib hisoblaganimizda va chok haqqini berganimizda 14 sm kenglik hosil bo'ldi. Chizig'imizdan har ikkala tomonga 7 sm dan o'lchab nuqta qo'yib oldim. Endi shu nuqtalarimizni tutashtirib chizib olamiz. E'tibor bering, beldagi nuqtamizdan to etagimizning kengligiga qaratib to'g'ri chiziq tortib olamiz. Mana 6 chokli ko'ylagimizni orqa tarafini yonchalarni butun chiqarishni ko'rsatib o'tdim. Tasavvur hosil qilishingiz uchun mana andazalarimiz bir-biriga birlashtirib ko'rsatib o'taman. Roligimizning yakunida sizga muhim foydali ma'lumotni ko'rsatib o'tishga qaror qildim. 6 chokli ko'ylaklarimizni yonchalarini yon qismiga vitichkani qanday chiqarishimizni ko'rsatib o'tay. Yana bir varianti bor. Mana bunday qilib asos qismimizni qo'yamiz va ko'krak uzunligigacha bostirib chizib olamiz. Beldan esa mana bu joydan 3 sm o'lchab vitichka hosil qilamiz. Bu andazani yonchani bel qismiga chok tushadigan va chok tushmaydigan qilib tayyorlab olishingiz mumkin. Men hozircha kaltaroq qilib, chokli qilib tayyorladim. Mana shu joyda ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lamiz va chiqqan raqamga 2 sm chok haqqi berib, mana shunday qilib butun holatda o'lchab olishimiz mumkin. Ozgina mana bu joyga zapaska qo'shamiz. Mana bu kenglikka nisbatan beldagi kengligimizni 1 sm kam qilamiz. Nuqtalarimizni birlashtiramiz. Ko'krakdan vitichka hosil qilish uchun mana bu ko'krak uchidan yon tarafimizga belgi qo'yamiz va 3 sm kenglikda vitichka hosil qilib olamiz. Chizig'imizni ko'krak uchi tomonga qaratib tortib chizamiz. Vitichkamizni kesib olamiz va mana bunday qilib bir-biriga tutashtiramiz. Shunda mana bu qo'ltiq tarafdan siljib olgan 3 sm hosil bo'ladi. Buni kattaroq razmerlarga moslab 4-5 sm gacha qilib vitichkani kesib olishingiz mumkin. 6 chokli kiyimlarimizni bichilishini boshqa variantlarini kelasi videoroliklarimizda davom ettiramiz. O'ylaymanki, bugungi videorolikimiz ham sizlar uchun foydali bo'ldi. Har doimgidek kommentariyalarningizni kutib qolaman. Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.